Assalomu alaykum do'stlar. Anchadan bir rasklad qilmay qo'ydim. Chunki ish ko'p. Tashqi dunyoda. Tak. Kim uchun bu rasklad? Orzulari uchun, birlashayotgan ayol uchun. Siz hozir qanoqdir ayollar bilan birlashib, orzularingizni amalga oshirishni o'ylayapsiz. Shu orqali hayotda g'alabaga qozonishga o'ylayapsiz-da. Sizni xo'jayiningiz juda uzoqda. Shuni oldiga ketayotgan bo'lishingiz mumkin yoki u siz oldingizga kelayotgan bo'lishi mumkin. Hozir orangizda harakat boshlanadi. Tak. Sizni kuzatyapti u inson. Xo'jayiningiz, yaxshi ko'rgan insoningiz, imperator, siz uchun eng asosiy inson. U sizni kuzatyapti. Qanoq qilib kuchimni tiklasam ekan deb boshingiz qotayotgan bo'lishi mumkin sizni hozir. Siz uchun shu rasklad, agar o'zingiz tanigan bo'lsangiz, raskladni ko'rsangiz bo'ladi. Bir hafta ichida hayotingizda nimalar bo'ladi? Qanaqa hodisalar ro'y beradi? Bir hafta ichida. O'zingiz qolasizda, birinchi o'zingiz qolib ketib chiqishga qaror qilasiz. Qayergadir borib kelmoqchi bo'lasiz yoki munosabatdan chiqishga qaror qilasiz. O'zingizning hissiyotlaringizdan qochmoqchisizda. Siz yaxshi ko'rgan insonni qanoq qilib qo'yib yuborsam ekan deb boshingiz og'riyotgan bo'lishi mumkin. Sizga hozir yangi hayot boshlash uchun, harakat qilish uchun yangi imkoniyatlar kelyapti, zo'r imkoniyatlar. Pul ishlash uchun imkoniyatlar kelyapti, lekin siz bir joyda o'tirishingiz kerak emas-da. Mana shuni hozir o'zingiz bir hafta ichida qolib ketib tushunib yetasiz. Hayotingizni o'z qo'lingizga tushib ketdi. Hayotingizni o'z qo'lingizga o'zingiz olishingiz kerakligini tushunasiz. Tak, Alloh so'ragan narsalarni beradi. Sizga imkoniyatlar beradi. Oilangiz tiklanish uchun, oilangiz boshqachasiga, oilangizda yangicha yashash uchun sizga hozir keladi imkoniyat. Ne только oilada, ham o'zingizni tiklab olib, yaxshi yashash uchun imkoniyat kelyapti. Ham oilangiz uchun, orzularingizni amalga oshirish uchun ham imkoniyat. Hissiyotlar yaxshi ko'rsangiz ham hissiyotlaringizni yopib ko'proq bosh bilan o'ylashga harakat qilasiz. Bu hafta hissiyotlarga berilmaslik uchun. Chunki bu hissiyotlar sizni qo'rqitadi. Ular sizni orqaga tortadi. Agarmi siz hozir aqlni ishlatsangiz, g'alaba ko'p chiqasiz. Mana shu hissiyotlarning ustida qo'lingizga olingda. Qo'lingizga olib, hissiyotlarni aqlni ishlatib, e'tiboringizni sevgiga emas, e'tiboringizni yaxshi ko'rgan ishingizga bersangiz, boshlayotgan ishingizga bersangiz, yaxshi ko'rayotgan ishingizga bersangiz, sizni hayotingizda boshlanadi bitta yangi bosqich. Bu bosqich
siz o'zingizni sehrgar kuchingizni ishlata oladigan bosqich bo'ladi. Siz bu haqida bilasiz, sizda shunaqa kuchingiz borligini-da, lekin ishlatmay o'tiribsiz. Yoshroq bola, sizdan ozgina yoshroq bola deb kuyasiz xolosda. Kimdir o'g'li uchun kuyadi, kimdir yaxshi ko'rgan sevgilisi uchun kuyadi, o'zidan yoshroq. Orzularim amalga oshmaydi deb siz ko'p o'ylagansiz va ularni ustida ishlolmayman deb o'zingizni aldagansizda. Lekin ichingizga kirib qarasangiz, o'zingizni aldamasdan-da, bu orzularingizda sizda juda ham katta kuch bor. Bu orzularingiz sizga bekorga berilmagan. U bilan birga sizga energiya berilgan. Bu energiya orqali siz hayotda yorib chiqasiz, transformatsiya bo'lasiz. Bu energiya sizni o'zgartirib beradi. Orzu qiling, orzularingizdan qochmang. O'qishingiz kerak, rivojlanishingiz kerak. Bir yerda o'tirib qolib, uyda yotib qolib, o'zingiz orqaga tortasiz. Meni sevadimi, yo'qmi deb faqat vaqt o'tkazasiz xolos. Sevadi bu odam sizni. Bir haftani ichida shuni aytadi sizga. Siz yasholmasangiz, siz uni quyosh ekanligingizni aytadi. Faqat men uchun charaqla deb. Lekin berilmangja. Hissiyotlaringizni ehtiyot qiling. Erkak kishiga polностью ochilmang. Ozgina bo'lsa ham u sizni zagadachность, topishmoqligingizni ko'rsating-da, sizning hamma bor sirlaringizni namoyon qilmang. Bu haftani ichida agar shuni qilsangizmi, uyg'un ayolga aylanasiz. O'ziga uni ko'zini oldida o'sasiz. Juda ham o'sasiz. Agar ko'rsatmasangiz hissiyotlarni. Juda ham tortadi bir-biringlarni. Oy va quyoshdek bir-biringlar energiyalar har xil, lekin bir-biringlarga juda tortadi. Agar ko'rsatmasangiz, o'zingizni energiyangizni ehtiyot qilsangiz, siz birinchi o'rinda pulingiz ko'payadi. O'ziga ishongan ayolga aylanasiz. Ikkilanishlarni to'xtatasiz. Pul ishlaysiz. Hayotda yorib chiqasiz. Kuch keladi sizga yorib chiqish uchun. Illyuziyalardan chiqishingiz kerak. Sevgini deb o'lib ketayotgan illyuziyalardan chiqishingiz kerak. Illyuziya deganda yo'q narsani bor deb o'ylashda. Mana shundan chiqishingiz kerak. Shuning uchun kurashib yotibsiz o'z-o'zingiz bilan. Sovuq hissiyotlarni aytmaydigan inson bilan kurashib yotibsiz. Kechalari uxlamasligingiz mumkin, kechalari kutishingiz mumkin. SMS menga qachon yozarkin, qachon menga telefon qilarkin deb. Lekin bu ikkilanishlar sizni orqaga tortyapti. Qachongacha shunaqa o'tirasan deyapti-da. Davay, o'zingni boricha yig', kuchingni yig'. O'zingni to'pla. To'g'ri oldi berdiga o'rganishingiz kerak. Energiyani berdingizmi, olish o'rganishingiz kerak. Agar sizga bu inson faqat gapirayotgan bo'lsa, uni qilayotgan ishlariga qarang. Siz uchun nimalar qilyapti? Agar sizga yaxshi ko'rgan inson pul tikadi, birinchi o'rinda yaxshi ko'rgan ayoligida tikmayotgan bo'lsa, menimcha vaqt ketkazish bekor. O'zingiz unga ishonib pul ishlamasdan o'tirib qolyapsiz-da. Kimdir qaysidir ishga pul tikkan bo'lsa, hozir hosilni kutib o'tirgan bo'lsa, yaqinda oladi. SMS orqali gaplashayotgan bo'l, telefon orqali, internet orqali gaplashayotgan bo'l, odamingiz hozir sizga telefon qiladi. Sensiz yashamayman, kelajakka birga quraylik deb aytadi.
Mana shunaqa kichkinagina rasklad bu bir haftalikka bo'ldi. Bir haftalikka. Men bilmayman qayerdan keladi menga bu gaplar. Aytib ketaveraman, lekin hammasini olavermang. O'zingizga tegishlisini oling faqat. O'zingizga tegishlisini. Birovni energiyasini olmang. Kuningiz yaxshi o'tsin. Sog' salomat bo'ling.